Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida Futbol maydoni kanali. Videolarimizni 90% odam obuna bo'lmasdan kuzatayotgan ekan. Sizlardan iltimos qilib qolamiz. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga like bosishingizni. Demak, biz boshladik. Husanov qachon maydonga qaytishining aniq sanasi e'lon qilindi. Manchester City Premier Liganing 5-turida Arsenal bilan kechgan markaziy uchrashuvda g'alabani qo'ldan chiqarish bilan bir qatorda Abduqodir Husanov va Erling Haalandning jarohat olishi qo'shilib ketdi. Shu tariqa Josep Guardiola bu mavsum boshida ham jarohatlar bilan bog'liq muammolarga duch keldi va tarkib tanlashda yana tavakkal qilishiga to'g'ri kelmoqda. Manchester City bosh murabbiyi Josep Guardiola Erling Haaland Arsenalga qarshi bahsda belidan jarohat olganini tasdiqladi. Hujumchi ikkinchi bo'limda o'rnini Nico Gonsalesga bo'shatib berishiga to'g'ri kelgan edi. Bosh murabbiy norvegiyalik to'plar tiklanib borganiga qaramay, oxirgi mashg'ulotlarda ishtirok etmaganini ma'lum qildi. Biroq Haaland Burnley bilan bo'ladigan navbatdagi tur uchrashuvida safda bo'ladi. Haalandning maydonga qaytish sanasi 27-sentyabr Burnleyga qarshi uy uchrashuvi. Abduqodir Husanov yaqinda jarohatidan qutulgan o'zbek futbolchisi Arsenal bilan bo'lgan uchrashuvning tanaffusida majburan zaxiraga olingan edi. Guardiola Abduqodir navbatdagi 3 ta uchrashuvni o'tkazib yuborishga to'g'ri kelishini ta'kidladi. Emiratesdagi bahsda raqib futbolchisi Husanovning oyog'ini bosib oldi. Jarohatlangan himoyachi oktyabr oyining boshigacha davolanishiga to'g'ri keladi. Husanovning maydonga qaytish sanasi 5-oktyabr Brentfordga qarshi safar uchrashuvi. Hamyurtimiz tezroq tiklanib, safga qaytishini tilab qolamiz. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.